Siz yo'lni faqat piyodalar o'tish joyidan kesib o'ting. Mashinalar har doim sizni payqamasligi mumkin. Siz gaz hidini sezsangiz, darhol derazani oching. Elektr asboblarini yoqmang. Siz yong'in ko'rsangiz, o'zingiz o'chiraman demang. Darhol 101 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Siz xona derazalarini yopib qo'ymang. Shamollatib turing. Is gazi sezilmaydi, lekin juda xavfli. Siz daryo, ariq yoki hovuz bo'yida yolg'iz o'ynamang. Suv tinch ko'rinsa ham, ichida kuchli oqim bo'lishi mumkin. Siz bo'ron yoki yashin paytida daraxt tagida yoki metall buyumlar yonida turmang. Siz yong'in yoki zilzila bo'lsa, orqaga qaytmang. Tezda tashqariga chiqishga harakat qiling. Siz favqulodda holatda 101 yoki 1050 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu raqamlar sizni himoya qiladi.